Salom hammaga. Bugun Elite Sport do'konini 2 etajini obzorni qilamiz. Birinchi bo'lib lokatsiyadan boshlaymiz. Lokatsiyamiz bu yoq taraf mustaqillik maydoni, bu yoq taraf Anhor lokomotiv. Bu yoq taraf panoramadan kelib qayilganlarda Elite Sport do'koni. Qisqacha sizlarga lokatsiyani tushuntirdim. Metroni so'raydigan bo'lsangiz, Paxtakor metrosi, Mustaqillik metrosidan kelaverasizlar bemalol. Ko'cha tarafda mana hozir ko'rsataman sizlarga. Aynan shu yozuvni ko'rganingizdan keyin shu do'kondan bu yoq tarafga qarab yurasizlar. Hozir mashinalar. Pastda Mergan do'koni Elite Sport. Elite Sportning birinchi etaj magazin. Bu yerda asosiy sport uchun kerak bo'lgan narsalar, misol uchun bu yerda boks, kickbox, taekwondo, karate hammasiga pechatkalar, trenajyorlar, kopto, kubok, rolik, qolgan hamma narsalar shu yerda. Qisqacha birinchi etaj sizlarga obzorini qilib beradigan bo'lsam, agar sizlarga futbol narsalari kerak emas bo'lsa, ikkinchi etaj chiqishingiz bo'ladi. Agar futbol narsalari kerak bo'lsa, ikkinchi etaj chiqishingiz kerak. Ha, o'sha bu yerdan Qobil qaraydi. Qobil degan bolani oldiga kelaverasizlar. Agar Qobil Sport, bu ham hozir blok yurg'izyapti, Qobil Sport degan bo'ladi. Qobil birinchi etajdan nimadan topishsa bo'ladi, kelib. Futboldan tashqari любой narsa. Kopto bor. Kopto, trenajyor, любой narsa. Ha, bu yerda stol tennislarga kerak bo'lgan narsalar, shaxmatlar ham. Qisqacha shaxmatlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda boshlab bir 40 ming, 50 ming boshlanish shaxmatda. Yo'q, shaxmatlar. Nech pul? 80 mingdan boshlab tepasi. 80 mingdan boshlab ketdi tepasiga shaxmatlar kerak bo'lsa, birinchi etajga bemalol kelaverasizlar. Bu yoqda kelgan stol tennisga raketka, sharik, bular ham assortiment juda ham ko'p. Bular hammasiga bittada to'xtatsak, video ham cho'zilib ketadi. Bu yoqda mana ikkitali raketkalar deysizlarmi, domino deysizlarmi, sekundamer, svistok hammasi bor bu yerda. Bu mana 40-50 odam murdalari Sodiq aka. Necha yil bo'ldi kelgan Sodiq? 40 yil. 42 yil bo'ladi. Shu odamga 42 yil bo'ldi. Bu yerda mana suzish uchun mo'ljallangan ochkilar hammasi bor. Narxlari ham arzon. Mana suzish ochkilar, shapkalar, quloq, burun hamma narsa. Bu yerda mana boks, taekwondo, kickbox xohlagan sportinglarga bemalol inventarlarni topsanglar bo'ladi. Bu yerda Kojini deysizlarmi, Pokiston deysizlarmi, Xitoy deysizlarmi, hammasidan bor. Bemalol kelib olsanglar bo'ladi. Yana bu yerda lapalarimiz ham bor. Bularni qisqacha keyin videolarini qo'yamiz. Katta lapa, kichkina lapa hozir bizda MMA kuchayyapti. Bu yerda mana karate uchun mo'ljallangan, bunaqa palkalar, trenovka uchun. Eng glamlisi bu yildan boshlab bunaqa tapchkalarning assortimenti qo'shilgan bizga. Xohlagan tapchkalar bor bu yerda. Bu yerda rezinkali tapchkalar suzish uchun, plavkalar deysizlarmi, bunaqa gimnastika uchun narsalar, koriklar, bunaqa korikdan bu ralik deydimi shunaqa. Qisqacha bu yerda koriklar, gantellar, yana davom etamiz. Bu yerda nakoleniklar, singan, chiqqan, qayilgan sport uchun kerak bo'ladigan. Bu yerda kapa, sekundamer, yana bu yerda gruzlarning assortimentini olib kelib qo'yganmiz. 1,5 kilodan boshlab 2 kilogacha mesnisi bular prvoznoyi, yana prvozno taekwondo uchun oyoq kiyimlar. Bu yerda suzish uchun mo'ljallangan narsalar. Ko'pchilik bizdan obzorini so'rashi do'konimizdan. Bu yerda mana vest tashlash uchun bular, bellarni, yo'qlarni eritish uchun bu yerda voleybolistlarning pechatkalari, bu yerda zal uchun mo'ljallangan shingalkalar. Shingalka endi pechatka desa ham bo'ladi. Bu trenajyorniy zalga, bu ushga emas. Bu yerda mana cheshkalar, baletkalar keldi. Bu yerda troykalarimiz, petorkalarimiz zal uchun mo'ljallangan. Ular bemalol shug'ullansa bo'ladi. Bu yerda futbolkalar, narxlarni arzon qilib chiqarib qo'yganmiz klientlarimiz uchun. 100 ming, 120 ming bular, tepadagilar 390 ming shunaqa edi. Narxini hozir aniq eslolmayapman. Trenajyorlar sezon bo'lmagan sal kamroq, bu yerda lishniy, bu yerda begovoy trenajyorlarimiz, obrishlar, juda katta assortiment obrishlarimiz bor. Bu mesniy obrishlar, yana gimnastikaga ham bo'ladi, yana bu yerda shaybali obrishlar ham bor. Bu yerda futbol uchun bunaqa baryerlar. Bu faqatgina birinchi etaj, hozir video davomida ikkinchi etajni ham ko'rsataman. Gruzlar, deysizlar, bunaqa toshlar deysizlar, hammasi shu yerda. Trenajyorlar, preslar, bunaqa chimadonlar. Narxlar hozir zo'r bo'lgan. Mana hozir narxi 1 million, olaylikchi, ko'ramiz. Narxi 1 million 650 ming so'm, 55 kilo mana shu komplekt, polniy sizlarga
1.650 ming. Bunaqa futbollar deysizlarmi? Bunaqa narsalar hammasi qisqacha bu yerda. Endi sizlar bilan futbol otdelimiz ikkinchi etajga chiqamiz. Bu yerda sal odam ko'proq. Hozir ko'rsataman sizlarga. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qiziqarli video bo'ladi. Sal uzunroq bo'ladi-yu, lekin sizlarga yoqadi degan umiddaman. Rezinkalar ham kelgan, zanimaslar uchun. Mana ikkinchi etajga chiqamiz. So'ng ikkinchi etajimiz bu yoqda mana qimmat formalar, kачествоsi qimmatlari bular ketdi bu yoqda. Hammasi forma, retro forma deysizlarmi? Bu yoqda skidga ketyapti hozir. Mana 220 minglik, 200 minglik formalar 120 mingdan. Razmerlar bor. Bu yoqda mana skidga 90 minglik, 100 minglik formalar 50 mingdan. Va alaykum assalom. Bu yoqda butsi отделimiz, sarakunishga отдели skidkada. Razmerlar bilan bo'lib qo'yganmiz. Основной 225 milligisi bor, bu yoqda 95 millik bor ayoqda. 225 millik. Ham yengillik bo'lgan, unaqa shitkilarimiz kelgan. Eli sport shitkilari. Kattasi, narxlari ham zo'r chiqdi. Narxlar nechta pul chiqdi Eli sportda? 45. Kattasi kichkinasi? Kichkinasi 35. Mamalar 35 dan chiqibdi. Ketdik endi. Davom etamiz. Bu yoqda Jahon chempionatiga mo'ljallangan отделimiz. Mana Pirs. Pirs kachasi zo'rlar. Bu yoqda ketaveradi. Bu yoqda mana 90 millik formalar, real yangi formalari ham kelgan. Bu yoqda detskiy formalar hammasi ko'rayotganinglardek. Bu yoqda kattalar formalari. Bu yoqda mana Jahon chempionati O'zbekiston, ketdi Ispaniya, Fransiya deysizlarmi? Amerika, Argentina, Braziliya bor bu yoqda. Bu yoqda Germaniya mana Portugaliya, asatmetr Italiya chiqmagan bo'lsa ham, lekin formasi chiroyli, yaxshi ketyapti, olib kelib qo'yganmiz. Meksika, Kolumbiya, Angliya mana bu yoqda. Keyingisi Gollandiya, bu yoqda Belgiya bor ekan, Yaponiya bor. Bu yoqda mana retro formalar. Bularni bilsanglar kerak bu formalarni. Bu yoqda Liverpool mana finalda o'ynagan formalari hammasi razmerlari ham bor. Narxlari bilan kачествоsi yaxshi bo'lgani uchun narxlari 200 ming, 220 ming. Futbolkani o'zi bo'ladi ko'pchilik mana Neymar formasi, retro formasi. Uni buyurgi formasi ham bor, narxi 90 ming so'mlisi bor. Narxi qimmati bor 200 minglik bor. Bu yoqda Manchester отделi, Ayiqlar. Bu yoqda Barselona отделi retrolari. Ko'rasizlar qancha hamma pashti bor. Bu yoqda anaqa Real Madrid. Ikkita qarama-qarshi yonma-yon qo'yib qo'yganmiz Real Madrid. Bu yoqda varotarislar uchun hozir narxi 195 ming bo'ldi. Necha bo'ldi? 180 ming narxlar tushgan hozir bularni formalarni. Bu yoqda mana aytganimizdek bu yilgi formalar. Bu уже mana 26-27 keladigan formalar kelishni boshlatgan mandalarni tapchilar bu yoqda ham assortiment ketdi. Bu yoqda bo'lsa sarakunishga butsi bir qator taxlangan butsi. Bu yoqda mana shu o'rtasi oxirigacha pashti 39 dan 45 gacha. Orasida batar razmerlarimiz ham bor. Bunda batar razmer ketdi. Bu yoqda shitkilar arzonlar 35 ming. Bu yoqda getrilarimiz bor. Bu yoqda getrilar, detskiy взрослый getrilar. Bu yoqda pol getrilar 25 ming, 10 ming har xili bor. Mana 10 ming so'mdan mesniy bo'ladi bular 10 mingdan ketdi. Bu yoqda getri ranglari o'ziga yoqqan rangni tanlayapsizlar. Standarti 30 ming, 35 ming. Razmeriga qarab olaverasizlar. Mana bu yoqda ketdi, bir qator taxlangan. Misol mana modelimiz mana shu ko'pa. Polni tepasidan pastigacha ham ko'pa taxlangan bu yerda. Bu yoqda Nike sarakunishga, bu yoqda F50 mana yangi modellar bilan to'liq tanisanglar kerak. Ketdi. Bu yoqda yana getrilar. Bu yoqda detskilar boshlanadi. Detskiylarimizning razmerlari eng kichkinasi 20 dan razmerlar. Adashmasam 27 bo'lishi kerak. 27 dan boshlab 35 gacha mana mashhad delimiz. Narxlari ham 250 mingdan tepaga ketadi. Bu yerda skidka delimiz bor. Bu yerda vartaskiy pechatkalar. Bu yerda hammasi vartaskiy pechatkalar. Narxlari hozir nech pulga tushgan vartaskiy pechatkalar narxlari? 270 ming. 295 ming, 270 mingga tushdi. 295 ming. Yana tushdi narxi. Bu yoqda arzonlari, mana arzonlari narxi 95 ming, 65 ming har xil. Kopto'li kirganimcha assortiment juda ham ko'p. Arzonlar bu yoqdan 50 eng tegdi 50 mingdan boshlab tepaga qarab narxlar ketdi. 130 minglik, mana bunaqa qilib 130 mingdan. 130 bilan 180 ming uje, mana yaltiroq materialni o'zi yaqindan ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi sifatlilari, bular o'rtacha sifatlilari 130 ming, mana qatorli ketdi. 280 ming, 600 ming, 700 minggacha ham bor.
davom etamiz obzorni. Bu yerda endi razmerlar, buni o'rtadan ko'rsatmayotganim xuddi o'sha ko'rgan narsalarning razmerlari bu yerda joylashgan. Bu yerda mana vitrovkalar, endi vitrovkalar xudo xolis kuzda endi ko'payadi, hozir kam. Bu yerda bez logotip bez klubning futbolka, bular asosan komandalar ko'p olishadi, orqalariga nomerlar yozdirish uchun. Bu yerda ham xuddi shunaqa assortiment katta bu yerda ham. Ketdi, bu yerda Vartarskiy davom etadi. Bu yerda Swedishlar mana ko'rayotganlaringizdek juda ham assortiment katta. Futbolga deysizlar, termiz deysizlar, mana bunaqa otsa sinmaydigan variantlar mana. Ot orasida sinmaydi. Ketdi, bu yerda mana termizlar tegida. Bu yerda Swedishlar. Ustida, tepada sumkalar, xohlagan razmerli sumkalar, jenskiy, murskiy ovrasizlar. Endi Elisport yuragiga kiramiz. Yuragi mana bu yerda. Bu yer print xonamiz. Xuddi shunaqa printlarni chiroyli qilib beramiz. Sklad razmerlar shu yerdan olib, bu yerda print qilinadi. Xudo shu ovozimiz uchun hozir zakazlar ko'p. Eng zo'r zakaz ko'rsataymi? Maygo yagona dachani bilsanglar kerak, uni ham printlarni qilyapmiz. Bitta formasi tayyor bo'lgan, ikkinchi formasini qilyapmiz. Shu muzaffar o'rtog'imiz dizayn qiladi mana. Nomerlarni dizaynini qilib ishlab chiqaradi bu yerda. Bu bos anaqa kesib beradi. Bu bola yopishadi tayyor formani razmerli. Qo'lga tayyorchi. Bu yoq Nima deyapsizlar? aytishniklar o'tirishadi mana. Pochtadan chiqadi. 12 ta bo'larga dastavkamiz bor. Bu yerda kamera. Shunaqa gaplar. Qisqacha Elisport do'konini sizlarga obzorini qilib berdim. Yoqqan bo'lsa like, podpiskani bosish esdan chiqmasin. Qancha bizga podpiska bersanglar, shuncha biz videolarni ko'proq chiqaramiz.